Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun 2026-yil 20-aprel sanasi. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani Mo'minobod mahalla fuqarolar yig'ini va Murobit To'rayev fermer xo'jaligida turibmiz. Hozirgi kundagi novtil asosida ekilgan bug'doy dalasida, ya'ni bu bizni namoyish dalamiz. Turibmiz. Bunda ko'rib turibsiz, hozir boshoq shakllanish jarayoni bo'lyapti. Hammasi juda ham chiroyli bir tekisda shakllanib bormoqda. Bir oy oldin, taxminan 25 kunlar oldin kelib bu yerda biz o'zimizni tavsiyalarimizni berib ketib, ya'ni mineral o'g'itlar bo'yicha tavsiyalarimizni bergan edik. Mana hozir o'zgargan holatni ko'rib turibsiz. Bunda siz bilasizki, novtil asosida ekildi. Bundan tashqari yana bitta katta ko'rsatkich tuproqda mulchalanish jarayonini ham biz sizlarga tasvirga olib tashlagan edik. Ya'ni biz g'o'zani maydalab o'ziga tashladik, ya'ni g'o'za boyasini olib ketmadik. G'o'zani olib o'ziga tashlaganimizdan keyin bu yerda evaporatsiya jarayonlari, nam saqlash jarayonlari yaxshi bo'ldi. Bundan tashqari o'sha atmosferaga befoyda uchib ketadigan o'g'itlarni oldi olindi. Natijada mana o'simlikni o'g'itdan foydalanish koeffitsiyenti oshib, hozirgi kunda ko'rib turibsizlar, juda ham yaxshi rivojlanyapti. Hozir Murobit aka bilan gaplashganimizda bu joydan xudo xolasa kamida 80 sentner deb bashorat qilyaptilar. Biz o'zimiz ham 90-100 sentner atrofida ko'ryapmiz bu dalani, mana shu 5 gektar dalani. Sizlarga yana hosillar haqida ham ma'lumotlarni berib boramiz. Salomat bo'linglar.